ich qotish va jigarda, yurakda og'riqlar borligi haqida murojaat qilgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Men oldin reklama qilgan dorilarga uncha ishonmas edim, rosti gap. Shu mahsulotni o'y a'zolarim olib berishdi, ichdim. Hozir o'zimni ancha yaxshi his qilyapman. Og'riqlar yo'qoldi. Vaznim ozgina pasaydi. Vaznim juda katta edi, ko'p edi. Jigar sohasida og'riq bor edi. Jigar sohasidagi og'riqlar yo'qoldi. Yuradi, chap tomonga qarab yota olmas edim. Hozir yuradi, og'riqlar yo'q. Eng asosiysi qabziyat edi menda. Ancha yaxshi bo'ldim. Bu mahalda men kasalxonada yotishim kerak edi. Mana kasalxonaga hojat yo'q. Sanatoriyada dam olyapman maza qilib. Mahsulotni iste'mol qilganingiz sizga ijobiy ta'sir ko'rsatdi, to'g'rimi? Ko'rsatdi, juda yaxshi ko'rsatdi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Ayniqsa o'tirgandan keyin 1 soat, yarim soatdan keyin turib yurib keta olmas edim. Oyoqlarim uvishib qolardi. Hozir ular yo'q. Bizni tomosha qilib turgan telek tomoshabinlarimizga nima deb tavsiya bergan bo'lardingiz iste'mol qilishlariga? Bu yomon tomoni yo'q ekan. Yaxshi tomonga o'zgarishlar yaxshi. Ayniqsa yoshi kattalarga, men temalilarga, yoshim 65 ta. Bir qanaqadir qon bosimi bo'ladi, jigar sohasida, yurak sohasida qanaqadir kasallik bo'ladi. Shular olib ichishni tavsiya qilaman.